Assalomu alaykum. O'shgan resurgaz haqida video qo'ygan edik. Shu haqda endi to'liq ma'lumot bering aka, qanaqa ulanishlar deganiga. Chunki mana joyimiz tayyor bo'ldi. Hozir sizlar bilan ko'rsatib beraman hammasini. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana kondensatsion kotel qo'yganmiz. Boiler o'qiydigan, bu ko'rinib turgan boiler. Qisqasini aytganda, mana o'sha narsa, mana boiler tagida vixtimiz chiqib turibdi. Sovuq suv kirishi mana bu kotelga aylanadi. Ichidagi zimeykaga ulangan. Bu resirkulyatsiya qaytishi. Bu ham kotelni mana kotelga ulangan. Uni ichidagi zimeykasiga ulangan bo'ladi. Bu ham mana resirkulyatsiya. Issiq suv bundan ketadi, bundan qaytadi. Mana qaytishiga bitta nasos chiqib qo'yganmiz. Nasosimiz ham kam tok yeydigan, ham chistotniy nasoscha. Bu 3 wattdan 8 wattgacha tok yeydi. Tok yeyishi почти bilinmaydi hisobida. Mana xuddi mana shunaqa holatda yig'iladi. Qisqasini aytganda, shu holatda yig'ilganda shunda suv moment issiq suv chiqadi. Endi buni so'raganlar bor, aristonga ulusi ham bo'ladimi? Aristonga ham ulusi bo'ladi. Bular o'zi aslida ulashni tavsiya qilmaymiz. Nega deganda ariston rasxodi ko'payib ketadi. Sababi nimada? Sababiki aristonni ulagan paytda ariston to'xtovsiz ko'proq ishlab ko'payaveradi. O'shani hisobiga resirkulyatsiya bo'lib rasxod ko'payib ketgani hisobiga aristonga qo'yishni tavsiya qilmaymiz. Qo'ygan taqdirda ham bitta pogrujnoy relay qo'yish kerak. Pogrujnoy relay mana bunaqa joyiga pogrujnoy relay qo'yish kerak yoki bo'lmasam hammom ichiga o'sha svetga kulchatib ulash kerakki, o'shanda yoqqan paytda nasoschi ishlab issiq suvni haydab olib beraveradi. Mana shunaqa foydali ma'lumotlar kerak bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, like bosishingiz tashqarsin. Hammaga rahmat, xayr.